Surat bor kiyimlarni kiyishning hukmi to'g'risida. Barliq go'zal madiyalar olamlarning Rabbi bo'lgan Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oil tavobatlarga, sahobalarga va qiyomatgacha ularga ergashgan kishilarga Allohning rahmat salomlari bo'lsin. İnsanning hayvon yoki insonning surati bor kiyimlarni kiyishi to'g'ri bo'lmaydi. Shuningdek, inson yoki hayvonning surati bo'lgan bosh kiyim yoki boshning ustiga qo'yadigan chambarak qatorliq narsalarni kiyishmi to'g'ri bo'lmaydi. Bu to'g'rida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: haqiqatan farishtalar surat bo'lgan uyga kirmaydi. Shuning uchun hech qanday bir kishining xotir surat deb qanoat qilib uni saqlashi loyiq bo'lmaydi. Agar shunday qilgan bo'lsa, uni yo'q qilib o'tgani yaxshidir. Mayli u suratni tomga osgan bo'lsin yoki albom qatorliq narsalarga solgan bo'lsin, uni yo'q qilib o'tish kerak. Chunki suratning uyda qilib qolishi oilastikilarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda ishorat qilgan rahmat farishtalarining uylariga kirishidan mahrum qiladi. Hammadan to'g'rini Alloh taolo yaxshi bilguchidir. Manba: Islom savol javob to'g'ri.